Ozoda opa haqida Ozoda opani oqlab chiqishdi-ku deb gapiribdan u qiyshiq-piyshiq doktor. Endi Ozoda opa haqida haqiqatlarni gapirib o'tib ketay. Boshida menga Rustam Sagdiyev chiqdi. Shunaqa bo'pti. Shunaqa qiz yotibdi ekan, siz bilan gaplashmoqchi dedi. Esinglarda bo'lsa, istoriya qo'yib ketganman. Men u qiz bilan gaplashdim telefon orqali. Telefon orqali gaplashganimda nimaga eshitdinglar Sabrina bilan telefonda gaplashganimda nimaga men telefonni zvonokda chiqarmadim? Vнимательно eshitib olinglar. Tarqatib olinglar, hamma haqiqatni bilsin. Nimaga telefon orqali gaplashgan голосовой telefonda chiqarmadim? Hali ham turibdi shu. Потому что Sabrina juda ham ko'p so'kinar ekan. Uyat gaplar gapirib orar ekan, juda ham ko'p so'kinar ekan, juda ham tili yomon ekan. Shuning uchun xalq yomon ko'rib qolmasin pul to'plashdan oldin deb chiqarmadim. Va-первых, дальше hozir bo'ladi. Va-вторых, birinchi kuni istoriya chiqargan, hamma chiqarishni boshlaganda men Visa Centerdan chiqayotgandim. O'sha kuni istoriya qo'ygan, o'sha minutidayoq men istoriya chiqarganimdan keyin meni chiqargan istoriyamga minutidayoq Nilufar opa chiqdi. Ozoda opani singlisi menga chiqib aytdi: "Jasmin, unaqa emas, manaqa bo'lgan, to'xtab turing" dedi. To'xtab turinglar, sizlar tashab qo'yibsizlar, unaqa bo'pti desam, "Yo'q" deb tushuntirishga harakat qildi. "Yordam beramiz" dedi. Kim xohlamadi yordamini Ozoda opani? Nimaga Ozoda opa klinikaga kelib yashirincha to'lab ketdi pulni bilasizlarmi? Hozir men sizlarga aytib beraman, shok bo'lasizlar. Haqiqat ochilsa, polniy hammani ko'ti ochilsin. Shunda men Nilufar opa chiqishiga yo'q, sirrazi Sabrinaga telefon qildim. Sabrinaga telefon qilib aytdim: "Sabrina, Ozoda opa pul to'plamanglar, xalqdan pul to'plamanglar, hammasini o'zimiz to'laymiz, hammasini o'zimiz ko'taramiz. Doktorlar bilan gaplashdinglarmi?" Hamma yo'qni surishtirdi. Doktorlar bo'ladigan bo'lsa, men bilmagandim, qiyshiq bo'lib qolganini bilmagandim, потому что ular syomkaga chiqib yurishgan. Syomkani ham qo'yib o'tib ketaman hozir. Syomkaga chiqib yurishgan Sabrina bilan onasi. Короче, Ozoda opa aytdi, syomkaga chiqib yurgani uchun hammasi yaxshi deb o'ylabman. Men ham yo'g'ini ko'taraman, pul to'plamanglar deb. Menga yalinib Xudoni nolasini qivordi Ozoda opa. Iltimos biz bilan uchrashsin. O'rtog'im chiqdi. Ozoda opani tanishi, meni tanishim, общий tanishimiz. Iltimos, Jasmin, adresini bilib bering, qochib ketishibdi biz olgan kvartiradan. Qochib yurishdi Sabrinalar Ozoda opadan. Sabrinaga aytdim, "Ko'rishing Sabrina, ko'rishing. Ozoda opa polniy pul bermoqchi. Ko'rishing Sabrina, ko'rishing, Ozoda opa pul bermoqchi. Siz bilan ko'rishib polniy rasxotini to'lamoqchi. Ozoda opa siz oldingizga kela olmagan ekan, потому что голосовойlarni yozib olish, uni yozib olish, buni yozib olish, shunaqa narsalar bo'lmasin deb kelmagan ekansam, yo'q. Men u xotinni ko'rsam, avariya kunim esimga tushib ketyapti" dedi. Ozoda opa yo'q ekan avariya paytida desam, "Baribir ham ko'rgim kelmayapti" deb qochib yurishdi. Onasi bilan qochdi u yoqqa, uni kvartirasidan Moxinani kvartirasiga, bu yoqdan u yoqqa. Uchadigan kuni больницаga qochib ketishdi, потому что tarqalib ketdi va men biletni chiqarib yubordim-ku, nima Instagramga. Moxina olib bergan biletni deb aytib o'tib ketay, ba'zilar boshqalar olib beribdi deb Moxina olib bergan biletni. Больницаga yotishib oldi, больницаning ham голосовойлari bor, больница bilan kim gaplashgan, yashirib qo'yaylik, Sabrinani yashirib qo'yaylik deganlarigacha bor menda. Asha gapirganlar biladi o'zlari, голосовоylargacha bor menda. Men 100 million marta aytdim, siz kasal odamsiz, sizga pul kerak. Ozoda opa pul beraman deyapti. Oling desam, yo'q dedi. Olaman dedi, olmayman dedi, olaman dedi, olmayman dedi, olaman dedi. Lekin Nilufar opa qo'riqlab, aeroport tagida qo'riqlab, qo'liga $3000 berdi. Keyin bu yoqqa uchib kelgandan keyin больницani местоположениесini bilishib, kelib больницada operatsiyani pulini to'lab ketishdi. Xohlamagandi Sabrina. Endi men sizlarga bu narsani aytib o'tay. Yulduz opa yaqinda intervyuda gapirib o'tibdi. Ozoda bu yerda vinovat emas-ku, Ozoda bu yerda vinovat emas-ku deb. Shuncha payt Sabrina oyoqqa turguncha kutmasdan primoy efirlarda gapirib yuborsangiz ham bo'laverardi-yu. Nimaga? Просто telefonni ushab turinglar, men Ozoda haqida gapirmoqchiman. Sabrinaga keladigan bo'lsak, xuddi men rahmatni sug'urib olgandek bo'ldim Sabrinadan.
Bunga rahmat ayting, unga rahmat ayting, rahmat aytib qo'ying, odamlar xursand bo'ladi deb xuddi rahmatni sug'urib olgan deb bo'lib qoldim, lekin oxirgisini chin ko'ngilda aytdi, o'zi xohlab, men aytmadim. Men o'shanda borganimda aytdim, video olmayman, video olgim kelmayapti desam, Yulduz opa aytdi, Sabrinaning aytadigan gaplari bor ekan dedi. O'shanda video snimat qildik. O'zi xohlab gapirdi. Lekin Ozod opa молодец. Ozod opa çok молодец вообще. Hech kimga bildirmasdan to'lab qo'ydi, потому что Sabrina olmasdi pulini, olmayotdi. Bilmayman nimaga olmayapti. Ozod opa вообще klipda uroqda yo'q, ketmonda yo'q ekan. Bilmadim nimaga olmadi pulini. Men aytdim 100 marta. Siz kasal odamsiz, sizga hali ko'p pul kerak bo'ladi. Oling deb 100 million marta aytdim. Endi Yulduz opani ilonligini bilamiz. Men prosta intervyusini aytib o'tmoqchiman. Yulduz opani ilonligini bilamiz. Oxirigacha kutib o'tirdi. Oxiri men video chiqarmagunimcha kutib o'tirdi. Mana Sabrina oyoqqa turib ketdi debagunimcha kutib o'tirdi. Sharmanda bo'larmiki, yo'qmi? Ozoda hozir sharmanda bo'ladi. Hozir abjag'ini chiqarishadi Ozodani. Voy sharmanda bo'ladi deb kutdi, qarasak hech bola bo'lmaydi ekan. Shu yerda meniyami aytib o'tib ketsam, xalq meni yaxshi ko'rishni boshlaydi dedi-da, shap etib Ozoda haq. 100 ga 100 yutib tashlaydi sudga bersa. 100 ga 100 yutib tashlaydi sudga bersa deb oxirida gapirib qo'ydi. Lo'q bo'lmanglar, это strategiya. Ozdopan muxlislari Yulduzni ham sevib qolsin deb strategiya qildi, между прочим.